oxirgi yangiliklarga qaraydigan bo'lsak, Amerika baribir urushga kirish ehtimoli juda ham oshib bormoqda. Agarda Amerika Qo'shma Shtatlari urushga kirsa, vaziyat qanday tus oladi? Amerika urushga kiradigan bo'lsa, endi prognozlashga harakat qilamiz. Albatta, Eron shak shubhasiz endi u agressiya qilib Eronga raketalar Isroilga qo'shib raketalar otadigan bo'lsa, Eron javob berish kerak, indamay turmaydi-ku, to'g'rimi? Eron Amerikaning mana shu bir qancha davlatlaridagi uning harbiy bazalarini nishonga oladi. Va hozirgi oxirgi 2-3 kunlik mana shu urushdagi vaziyat shuni ko'rsatyaptiki, Eronda bunday qurollar bor. Eronda gipertovush raketalari bor. Juda yuksak aniqlikdagi og'ish 6-7 metrni tashkil qilyapti deyapti. Gipertovush uchun u yarim tonna yuk olib boradigan raketa uchun 6 metrlik og'ish bu juda va juda kam, ha. Har bitta raketa, agar har bitta bo'lsa, har ikkita gipertovushli raketa u Amerikaning o'sha bazasini agar to'liq vayron qilmasa ham har qalay uni harbiy salohiyatini yo'q qilishi mumkin. Jami nechta harbiy bazasi bo'lishi mumkin Amerika Qo'shma Shtatlarining? Borinki mana 8 ta, 10 ta bo'lishi mumkin, ha. Bu degani Eron bor yo'q bir 20 ta gipertovush bilan mana shu Amerikaning atrofdagi arab monarxiyalari, asosan arab monarxiyalarida joylashgan, mana Qatarda joylashgan, Qatarda, Iordaniyada joylashgan, Iroq va Suriyada joylashgan, endi bular monarxiyalar emas. Bular hammasini Eronda qudratli qurol bor ekan, adekvat qurol bor ekan, u ko'rsatdi va bu gipertovush raketalar bugun Tel Aviv shahriga, undan keyin Isroilning boshqa bir harbiy sanoat obyektlariga tushib u yerda vayronagarchilik qilyapti. Mana ekranda ham ko'rish mumkin. Endi bu gipertovush emas, bu bir yangi antiqa yana bir quroli bor ekan. Ularni xuddi Rossiyaning Oreshnikiga o'xshagan o'rta masofada uchadigan. Bu nimaga olib keladi agar shunday bo'ladigan bo'lsa, savol berdingiz, urush qanday davom etadi deb. Amerika qanday tusga kiradi? Amerika o'zining Yaqin Sharqdagi asosiy bazalarini vayron bo'lganini ko'rgandan keyin Trampning o'ziga nisbatan Amerika Qo'shma Shtatlarida bosim kuchayadi. Amerikada u raketa, gipertovush raketa borib faqatgina binoni buzmaydi-ku, u yerdagi Amerikaning harbiylarini o'ldiradi. Katta ehtimol bilan ancha qurbonlar yuz berishi mumkin. AQSh uchun bu juda va juda ta'sirli. Shuhrat aka, agarda mabodo mana esministlarni olib kelyapti, aviatashuvchi kelyapti. Mabodo Eronning shu gipertovushi shu aviatashuvchiga tegib uni cho'ktirib yuborsa-chi, yoki shu esministlarning birortasini cho'ktirib yuborsa-chi, Amerikaning ham gipertovushga qarshi quroli yo'q. Mana tomoshabinlar bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Bugun Eronda gipertovush raketalari borligi faktga aylandi. Bu afsona emas. Bu raketalar bilan mana Tel Avivni bombaladi. Amerikada bu qurolga qarshi qurol yo'q, uni urib tushiradigan. Mana shu esministlarda joylashgan Aegis deymiz. Mana biz har doim Amerika haqida gapirganda, uni pro tizimini analiz qilganda biz aytamizki, mana TAT mobil raketa tizimiga qarshi raketalar, shu bilan birga demak mobil Aegis tizimlari ham bor. Ular esministlarda bu tinch mana nimadagi Atlantika okeanidagi ularning shu esministlar gruppirovkasi bor va ularning har birida Aegis quroli bor, ha. Aegis bu ham raketa, demak bu raketaning qudrati, raketalarni tutib qolish, raketani tutib qolish uchun-da. Lekin mana shu TAT ham, Aegis ham gipertovush raketalarni ushlay olmaydi. Bugungi kunda gipertovush raketalarini ushlay oladigan dunyoda hech kimda qurol yo'q. Oxir oqibat agarda Eron armiyasida yetarli darajada gipertovush raketalari bo'ladigan bo'lsa, biz mana shu urush boshlangandan keyin 3-4 kun ichida tamoman bir yangi reallikni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Eron nafaqat Isroilga qo'shib Amerikaning ham harbiy mashinasini majaqlayotganligini ko'rishimiz mumkin. Endi bu Amerikaning ichida qanday
sabab va oqibatlar keltirib chiqaradi. Amerika xalqi, Kongress, senatorlar, demokratlar va respublikachilar partiyasining bir qismi hozir yo'q bu ishni qilmang deb turganlar. Trampga keyin barakallah, rahmat, zo'r bo'ldi deydimi? Qachonki bir 10 ta bazasini vayron qilsa, bir ikkita kemasini cho'ktirib yuborsa, biz aytamiz-ku, unga qarshi qurol yo'q deyapmiz. Amerikada ham bu qurol yo'q, ha? Albatta, Tramp bu yerda juda katta risk, juda katta risk qilyapti va buning oqibati sifatida Trampning o'zi hali prezidentlikni oldindan topshirib qo'yishi mumkin. Impeachment.